har qadamda yurtimizdagi yangilanish, obodlik va taraqqiyotga guvoh bo'lyapmiz. Xalqimizning sifatli ta'lim olishi, mehnat qilishi, mazmunli hayot kechirishi yo'lida qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar faqat bitta maqsadga, odamlarning roziligiga erishishga qaratilgan. Yoshlar bandligini ta'minlash, yashil hududlar va aholi uchun dam olish maskanlari barpo etish, zamonaviy va sifatli uy-joy bilan ta'minlash borasidagi ishlar e'tirofga sazovor. Barpo etilayotgan yangi markazlar, chiroy ochayotgan mahallalar, qulayliklar va sharoitlar odamlarning bugungi kunidan ko'ngli to'q, farovon va osoyishta umr kechirishga xizmat qilmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ham ana shunday o'zgarishlar va yangilanishlarni tasvirga olish maqsadida manzilga yetib keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana biz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani eng chekka qishloqlarga tashrifingizga xursandmiz. Biz bugun hozir Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Hosildor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Oqqo'rg'on tumani Inson politexnikum maskaniga kelyapmiz. Bu mana prezidentimiz tashabbusi bilan dual tizim tashkil qilingan. Dual tizim ham o'qitiladi, ham ularga hunar o'rgatiladi, ham ular ishlab chiqarishda o'zlari ham ishtirok etishadi yoshlarimiz. Mana o'zingizlar borib hozir ko'rasizlar, hamma sharoitlar yaratilgan. Yonimizda mana shu politexnikum rahbari O'layevaga so'z bersak. Avvalambor xush kelibsizlar. Bizni shu ta'lim dargohimizga mana yuqorida aytilgandek mana shu faoliyat yuritayotganiga ta'lim tashkilotimizda 16 yil bo'ldi. Biz birinchi ish boshlagan paytimizda agrosanoat va tadbirkorlik kolleji bo'lib faoliyat yuritganmiz. Undan keyin prezidentimiz farmoni bilan kasb-hunar maktabi bo'ldik va yana prezidentimizning farmoni bilan texnikum faoliyatini yuritib boshlayapmiz. Ta'lim muassasamizda investor, korxona, texnikum zanjiri asosida dual ta'lim tashkil etganmiz. Yo'nalishlarimizda tikuvchilik yo'nalishi, xomashyolar, tikuv mashinalar, ya'ni investitsiyalar korxona tomonidan kiritilgan. Bunda dual ta'limda o'quvchilarimiz 3 kun o'qiydi. Bizda nazariy bilim olishsa, 3 kun korxonada amaliyotlarini o'taydilar. Nechta talabalar o'qitiladi? Bu yerda birinchi kurs va ikkinchi kurs o'quvchilarimiz 49 nafar o'quvchilarimiz ta'lim olishadi va ishlashadi va uylariga daromad olib kirishadi. Demak, bemalol hozir talabalarimizni o'qitish jarayonlarini kuzatishimiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat. Hozir bu yerda nima ishlar bajarilyapti, nimalar tikilyapti? Mana hozir korxonaga buyurtma tushgan choyshablar, mana ko'rib turganingizdek, qizlarimiz mana tikishyapti. Bu yerda mashinalarda o'tirib bezak berishyapti. Bular o'sha belgilangan muddatda mana shu choyshablarni tikib bo'lish kerak. Undan keyin buni korxona rahbari, mana ish boshqaruvchimiz yerda olib, o'sha buyurtmachiga olib borishadi. Mana yuqoridagi tikilgan hamma choyshablarni shu qizlarimiz o'zlari tikishgan. Ikkinchi kurs talabalari hozir bu yerda hozir tikayotgan ikkinchi kurs talabalari qizlarimiz. Bu yerga biriktirilgan o'qituvchi ustozi bor va korxonadan biriktirilgan ishlab chiqarish ustasi bor. Demak, ikkinchi kurs talabalari ham ishlab, ham bemalol daromad olishi mumkin ekan-da, to'g'rimi? Ha, har oy oxirida bular o'z vaqtida shu korxona rahbari tomonidan ularga oylik maoshi to'lab beriladi. Singlim, hozir mana ikkinchi kurs ekansiz. Aynan nimalar tikasiz? Assalomu alaykum. Avvalambor ismim Mavlonova Jumagul. Men Oqqo'rg'on tumani Inson politexnikum 2-bosqich talabasiman. Biz tikuvchilik yo'nalishida o'qiymiz. Darslarimiz dual shaklda bo'lib o'tadi. Amaliy hamda nazariy. 3 kun nazariy va 3 kun amaliy o'tamiz. Amaliyotda ko'pincha bizga futbolkalar, pastellar olib keladi va hozirda pastel tikyapmiz. Men eng kam 1,5 million, eng ko'p 2,5 milliongacha olaman. Bu sohada qiziqishim juda ham kuchli. O'zim ustimda ishlab, kelajakda o'z korxonamni ochish niyatim bor. Bir kunda nechta mana shu choyshablar tikiladi? Men o'zim 150 ta tika olaman. Bir kunda. Bir kunda. Hammasiga ulgurasizmi? 150 ta choyshab bir kunda tikasizmi? Ulguraman.
birinchi kursimizga 30 o'quvchi qabul qilingan, ikkinchi kursimizda 19 nafar o'quvchimiz bor. Hozir talabalar bilan birga daromad olyapsiz. Umuman texnikumga qanday foydasi bor? Shohruxiy tekis korxonasi bilan biz mana shartnoma tuzgan bo'lsak, bular ijarada turadi. Bular davlatga pul to'lagandan, davlatga to'lagandan 40% bizni rivojlantirish jamg'armamizga tushadi. Shu tomonlama bizga foyda va ikkinchisi hamma investitsiya korxona tomonidan tushadi. Mana shu tikayotgan choyshablari, mashinalari, beradigan hamma xomoshyalari shu korxona tomonidan. Alaykum assalom. Mana bu xonada mana nazariy fan o'qituvchisi o'quvchilarga har doim mana shu xonaga kirib, bugungi sana yoziladi, hammasinin daftarlari bor. O'qituvchi shu amaliy ishini shu nazariy tarzda mana shu xonada tushuntiradi. Mana shu yerda bular 3 kun ta'lim olishadi va nazariy jihatdan bilimlarni egallab bo'lgandan so'ng malaka bilan ko'nikmalarini yuqorida demak amaliyot xonasida o'tishadi. Kasbiy maxsus fanlardan tashqari umumta'lim fanlaridan ham dars beriladi. Umumta'lim maktablarida o'tilganidek ona tili adabiyot, matematika fani, fizika fani, biologiya, kimyo, jismoniy tarbiya shu maktablarda o'tiladigan umumta'lim fanlar. Chunki bular bitirgandan keyin xohlaydiganlari mana oliy ta'limga borishadi. Xohlaganlari o'zini kasbi bo'yicha ishlarini davom ettiradi. Mana shu sinfxonada ko'rib turibmiz, faqat qizlardan iboratda. Nima yigitlar qabul qilinmaydimi bu texnikumga? Bu bizning texnikumimizga yigitlar qabul qilinishadi. Biz mana ko'p tarmoqli texnikum hisoblanamiz. Bizda avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish yo'nalishimiz bor, traktorchi mashinist yo'nalishimiz bor va zamonaviy kasblardan bo'lgan elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishimiz bor. Qutqaruvchi yo'nalishimiz bor, raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi shu yo'nalishlarimiz bor. O'quvchi yigitlarimiz ta'lim olishadi. Demak, bularni hozir dars jarayoniga xalaqit bermaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Boshqa xonalarga o'tamiz. Marhamat. Necha chiqib keladi? 2 bilan 3. Boyaga aytganimiz bo'ldimi? Yaxshilab qarab turinglar sizlar ham. 2 bilan 3. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uzr bezovta qildim. Yaxshimiz. Hozir qaysi mavzuda dars o'tilyapti? Biz hozir avtomobil dvigatellariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash fanidan dars o'tyapmiz o'quvchilarga. Hozir biz Nexia avtomobilini, Dons avtomobil dvigatelini o'quvchilar bilan sochib yig'yapmiz qismlarini. Hozir gaz taqsimlash mexanizmini sochishdi. Hozir mana dvigatelning karter qopqog'ini sochib olishdi. Ana endi bularga hozir o'rgatayotganimiz porshinlar, mana bolalar, o'quvchilar aylantiryapti. Birinchi porshin bilan 4-porshin chiqishi, ikkinchi porshin bilan 3-porshin chiqishini tushuntirib beryapman. Hech bo'lmaganda dvigatelni vazifasini bilib olish kerak. Dvigatelning vazifasi nima ekan aytib beringlar. Qaytma harakatini aylanma harakatga aylantirib berishi dvigatelning vazifasiga kirar ekan. Hozir qarang ustoz, nafaqat yigitlar, umuman qizlar ham bor ekanda. Qizlar ham qiziqar ekan. To'g'ri. Yo'qda yana qizlarimiz bor. Hozir endi navbat bu dvigatelni 20 minutga beramiz. 20 minutda bular sochib yig'ib berishadi bizlar. Bular nechinchi kurs shunda? Birinchi kurs talabalar. Birinchi kurs talabalari bilishadimi? O'rgatyapmiz. Qo'lingizda o'zimizda borini o'quvchilarga beryapmiz. Mana shu sohani nima uchun o'rganyapsiz? Umuman nima uchun qiziqyapsiz shu sohaga? Avtomobillarni sochib yig'ish o'zim yoqadi. Kelajakda mashina olsam, o'zim bemalol ularni motorlarini buzilib qolsa,
tuzatishga harakat qilaman.